Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ashtagun ligadan chiqarishib o'rgan paytda Mango ligamidi? Mango ligadan chiqarishib o'rganda mana uypurish, go'mpurish, bo'g'purish rosa kulib ustimdan izdivasa qildi. Allohim. Bu yalang'oyoqlar ko'rsatganiga shukr. Alhamdulillah. Bu insonlarga ko'rsatdim, nakazana qildi. Bu dunyoda nakazana qildi ham Xudoga shukr qilaversin. Alhamdulillah. Keyin menga bitta ikkita bratishga sportsmenlar telefon qilib, aka videoni o'chirib tashlang deb menga chiqishdi. Shukr chiqdi. Xotonboy etib iltimos qilibdi. Xotonboyni shukurni ularni men hammasini hurmat qilaman. U bolalar respekt sportsmenlardi. Lekin men unda bo'qijishlar o'zi shaltaq qilib qo'ygan joyi bor. Agar shaltaq qilmaganman desa men deystva qilib keltirib beraman. Shuning uchun sportsmenlardan iltimos qilib so'rayman. Bu bo'qpashcha kir yag'irga aralashmanglar. O'sha chachini kiyib, ana u Shilaka blokda qurilgan uyini reklama qilib yuraversin, jonlaring sog' bo'lsin. Bu bo'qligicha qoladi. Pashsha ham qo'nmaydi bu bo'qqa.